o'zbek MMA olamidagi eng yorqin janglar bilan tanilgan Suxrobek Otajonov. Chempionlik jangi iyulga qo'yilyapti hozir Olmaotaga. Adashmasam Oktagon chempionlariga ham 2000 shunaqa atrofida pul beradi. Oktagonda o'sib boy bo'lib keta olmaysiz, bilishni olmaysiz. Shu paytgacha o'zi urushgan bo'ylarim hammasini hisoblasam, bir marta ham plyusga chiqmaganman. Manguda urushganimda yo'lkiramga ham yetmagan, to'g'risini aytsam. O'zim UFC'dan qanaqadir shamollar esyapmiz tomonga. UFC'ga kontrakt olamiz, urushaman. Как будто bu oxirgi bo'ydek urushaman, ko'rasan. Hamma narsani berib. Ayo Varios to'g'risini aytsam, Habibning komandasi uchun bo'lib qolgan bu ligada. Lekin UFC o'zi dostonli jangchilarga o'zi chappa qarashni boshladi menimcha. Nima bo'lsa ham o'sha stolkada solishaman. Nimadir bo'ladi, knockdown bo'ladi, qoshi yoriladi, boshqa qiladi. Bonusli bo'lishaman faqat. Assalomu alaykum qadrli sport muxlislari. Oktagonda YouTube kanalining ashaddiy muxlislari, bizda navbatdagi podkast va biz doimo professional jangchilar bilan o'sha doimiy podkastlarni yo'lga qo'yib boryapmiz. Navbatdagi jangchimiz bugungi kunda o'zbek MMA olamidagi eng yorqin janglar bilan tanilgan ko'pchilikning sevimli jangchisi Suxrobek Otajonov bo'ladi. Suxrobek aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Shuningdek, bizni oldimizda do'stimiz Shohruh Habib Akirov ham bor. O'sha Assalomu alaykum. Oktagonda muxlislari, mana qo'shilib oldim jamoaga. Endi savollar berib turaman jangchilarga. Nasib qilsa bugun Suxrobek Otajonov bilan o'sha O'zbekiston muxlislari aytayotgan Zabit Magomedsharipov, O'zbekistonning Zabiti deyotgan jangchi bilan suhbat quramiz. Qiziq bo'ladi degan umiddamiz. O'zi Shohruh sizga aytdim yo'qmi? Sizni janglaringizni doimiy kuzatib boradi va sizni faoliyatingizni doim boshidan kuzatasiz. Kuzataman. O'sha O'zbek Zabit Magomedsharipov deb o'xshatadi. O'tgan avvalgi podkastlarda ham boyagi so'rovnomada ham Suxrobek Otajonovni adashmasa IQ bo'yicha eng zo'r deb baholagansiz. O'zi umuman sizni yo'nalishingiz, sizni faoliyatingizni juda bir sevib kuzatadigan ham mutaxassis, ham muxlislardan desak ham bo'ladi. Sharhlovchi uchun haligi hamma jang ham qiziq bo'lmaydi. Haligi bitta qiziq jangchi ko'zga bittada tashlanib qoladi. Chunki hamma jangni kuzatib o'tirasiz-ku. Shuning uchun Suxrobek akaning jangini bittada ko'rib, qiziqligini bilib kuzatishni boshlaganmiz shunda. Rahmat katta. Zabit menga yoqadi to'g'risi. O'zim ham harakat qilganman oldin. Zabitga o'xshab o'sha tepishlari, oyoq zarbalari, qo'l zarbalari. O'zingiz shu Zabitga o'xshashga harakat qilasizmi yoki o'zidan o'zi kelib chiqadimi mana shunaqa? Oldin harakat qilganman, hozir yo'q. Hozir o'sha trener aytgan, ishlatayotgan bo'yicha o'sha qanaqa trenovka qildirsa, shunaqa ishlayman. Hozir kimgadir o'xshash, kimdandir nimadir o'g'irlash emas, o'sha trener aytganini qilib trenovka qilyapmiz. Lekin menimcha mana ijodkorlarda borda bir narsa. Aynan o'sha insonga o'xshashga harakat qilmaydi, lekin qaysidir jihatini ko'rib, mana shu tomoni yaxshi ekan desa ko'chib qoladi. Jangchida ham bo'lsa kerak. Qaysidir jihat, masalan, jangni ko'rganda, "Vo, mana buni zo'r qildi" degan narsa jangchida ham qachondir ishlab ketishi mumkin o'sha, ya'ni jang vaqtida. Shunaqa bo'ladimi? Bo'ladi. Menga ko'proq Petryanning o'sha oyoq zarbasi. Chap qo'l, chap oyoq pechinga tepadi, merabni ham tepdi. O'sha zarbasini o'g'irlab hozir o'shani o'rganyapman, harakat qilyapman shunaqa tepishga. Suxrobek aka, o'zi Oktagon 85 turnirida o'sha oxirgi jangingiz 2-aprel kungi jang, xitoylik raqibi ustidan g'alaba qozondingiz. O'zi bu janggacha tayyorgarlik qanaqa bo'lgandi? Jang haqida qisqacha gapirib bersangiz. Jangga tayyorgarlik yaxshi bo'ldi, lekin qanaqa sopernikka tayyorlanish aniq emas edi. Raqiblar juda ko'p almashdi, tashlashadi, raqib biza rozi bo'lamiz, bir haftadan keyin almashadi. O'shanga kimga qanaqa tayyorlanishni bilmadik. Oxiri shunaqa plan qo'ydik, o'sha bo'y o'zida plan qilib boramiz. Hamma narsaga tayyor bo'lib chiqamiz. Bo'yni o'zida ozgina ko'rib ishlab, o'sha minuslarni topib plan qo'yamiz deb shunaqa plan bilan chiqdik jangga. Masalan, parterchi bo'lsa, parterga alohida tayyorgarlik ko'rilgan to'g'rimi? Stoykada jang qiladigan bo'lsa, stoykaga to'g'rimi? Shunaqa bo'ladi. Parterchi o'zim ham parterni ham stoykani ham bir xil olib boraman-da. Ko'pincha oxirgi vaqtda shu stoykada o'zim xohlayapman stoykada urishni. Chunki bu odamlarga ham qiziq bo'lyapti. Kurash, даже UFC'da ham qiziq emas hozirdan aytam. UFC ham qiziqmay qolyapti kurashga. Odamlar o'sha stoykada o'sha bo'ylarni qon chiqib, shunaqa-yu. Hamma yaxshi ko'radi. Qonli jang bo'lsa, shunaqa stoykada kimdir nokaut bo'lsa, shu harakat qilyapman hozir stoykada urishga.
o'sha o'rganyapman. Faoliyatingizda 2024-yil ser mavsum yil bo'lgandi. Ko'p jang o'tkazdiz, ko'p yutdingiz. 2025-yil nimagadir shu bitta jang bilan menimcha boshqa o'tkazmadingiz 2025. Hozir mana 2026 yana yaxshi boshlandi, ikkita jang. 2025da shunaqa bo'ldi, chunki menga 2025 bitta Abu Dabida urishgandim, o'sha Vayo Warriorsda. O'sha ligada menga yana jang berishgan, yana keyingi raqib ham Dog'istonlik edi. Bu raqib sentyabrda urishim kerak edi menimcha. Отказ qildi, o'sha bilan bo'yiga 2 hafta qolganda отказ qildi tayyorgarligim. Keyin O'zbekistonga keldim, shu bilan yil yaxshi o'tmadi desam bo'ladi. Bu yaxshi, kam jang bo'ldi-da. O'zim xohlayman ko'proq urish. Hozir 2026da mana jang berishdi fevralda. Sразу keyin yana so'radim. Vaqt ko'p kutish xohlamayman-da. O'zi siz uchun bitta yilda nechta jang o'tkazish normal? O'zingiz ko'nglingiz to'ladi, mana shuncha jang o'tkazib yutsangiz? Kam 3ta. Kamida 3ta. Kamida 3ta. Nega bo'lmasa o'sha fevraldan keyin yana darhol jang so'rab chiqdi? Chunki yaxshi formada edim. O'zim tayyor edim, o'zim chust qildim, tayyorligimni bildimda, ber yana sopernik dedim. U lagerlarga qanaqa qaraysiz? Masalan, 8 haftalik lager 2 oy bo'lishi shart degan. 2 oy bo'lishi shart. Qachon mana bu formangiz где-то 60%, 50% nima bo'lsa 2 oy bo'lsa bo'ladi. Ammo bo'ydan keyin travmasiz yaxshi o'tib oldim. Formam 90%, 80% tayyormanda yana. Shuning uchun bir oydan ozgina ko'p vaqt bor edi. Sразу yangi yildan oldin ketib qolganman. Tailandga kutib o'tirmasdan yangi yildan keyin borib tayyorgarlik boshlaganman. Nima uchun o'zi aynan Tailand tanlanyapti so'nggi yillarda o'zbekistonlik jangchilar tomonidan tayyorgarlik uchun? Kimga qanaqa bilmadim, menga Tailand birinchidan trener o'sha yerda, hozir mening trenerim. Menga u yerda sparring partnyorlar ko'p, men uchun tinch. U yerda men rejimda bo'la olaman. Hech kim bezovta qilmaydi. Pagodasi ham trenirovka uchun yaxshi. UFC Octagon 85da o'sha sizni vazningizdagi chempionlik kamari uchun jang bo'lib o'tdi. Jamol Rahmonjonov mag'lub bo'ldi u. Lekin ko'pchilik o'sha jangda yurtdoshimizga g'alabani bergandi. Sizni fikringiz qanaqa o'sha chempionlik jangi? Qozog'istonlik jangchi yutgandi bunda. Chunki ikkinchi raundda menimcha bir marta ham stoykaga ko'tara olmadi, tura olmadi menimcha. Bunaqa paytda sudyalar 10-8 berib yuboradi-da. Men o'zim ham xohlagandim o'zbekistonlik jangchi yutishini, lekin o'sha qozog'istonlik jangchi yutgandi, Pachkam. O'sha jangda ko'rgan bo'lsangiz bitta uslubda jangchimiz bo'g'amanda bir 2 minutmi qolib ketib qolishdi. O'sha qanaqa qaraysiz mana shunaqa bitta uslub o'xshamasa chiqib ketish kerak. Juda ko'p kuch ketadi, charchab qolasan. Menda ham bo'ldi-yu. Bo'g'ish qaradim, o'zi zahvatni yaxshi ola olmagandim. Bo'g'ilayotgandek ko'p kuch o'xshamasa nima qilaman, kuchimni yo'qotdim, sразу pozitsiyani o'zgartirib yubordim. Faqat jangda baribir fizически tayyor bo'lganingiz. O'zi mana shu bo'g'adi-ku jangchini. Jangchini bo'qqanda bir 5-10 sekundda o'zi aniq bo'ladimi yo bo'g'a olaman yoki bo'g'a olmayman? 10 sekundda aniq bo'ladi. 10 sekund, maksimum 15 sekund. Ular mana joylashuvga ham qarasa kerak-ku. 2 minut yotdi menimcha. 1,5-2 minut yotdi. Juda charchaydi odam bunda. Nima deydi, shunda ham turib yaxshi jang qildi. Baribir o'xshamasa sразу almashtirib boshqa narsa qilgan yaxshi-da. Siz hozir 61 kilogramm vazn toifasida chempionlik kamari uchun da'vogarsiz va bu borada chempionlik jangi borasida qanaqadir muzokaralar bo'lyaptimi, qanaqadir yangilik ayta olasizmi? Chempionlik jangi iyulga qo'yilyapti hozir Almataga. Almatada bo'ladigan bo'lyapti. O'shanga endi hozir yana qaytib ketib tayyorgarlik boshlayman jangga. Tayyorgarlik hozirdan boshlanadi. Sekin boshlayman. Qayerda? Lager qayerda? Tailandda yana. Tailandda. Hozir 2 oy, 2,5 oylik vaqtim borda. Endi bu baribir chempionskiga 5 raund bo'ladi. Bunga точно 8 hafta tayyorlanish kerak. Kamida. 5 raundlik. O'zi umuman mana qanaqa bo'ladi? 5 raundlik jang uchun tayyorgarlik, masalan, bir Conorni adashmasam Mayweather bilan boks chiqqanida, adashmasam u bir 35-40 raund haqida gapirgandi, sparringlarda shuncha jang qildi degan. Endi adashmasam 12 raundlik jang uchun. Mana shunaqa masalan 5 raundlik jang uchun
sparingda necha raund jang qiladi o'zi odatda jangchilar? 5 raund. Endi hammada har xil. Hamma 5 raundda ko'pchilik 100% o'zini ko'rsata olmaydi. O'zini kuchini ishlatmaydi-da ko'pchilik 100%. O'shaning uchun ular 10 raund qiladi, 15 raund qiladi. Menimcha lutchi 6 raund, 5 raund bo'lsa, mani fikrim 5 raundli jangga 6 raund 5 minutdan o'zingni polni 100% kuchingni ishlatib sparing qilgani yaxshi deb o'ylayman. O'zimman sizda qanday kechinmalar chempionlik jangi oldidan? Masalan, iyul deyapsiz, sana hali aniq bo'lmasa kerak. Ular aytdi, men esimda yo'q. Ular aytganda arenani ham hamma narsani aytishdi, men esimda yo'q. Demak, u hamma narsa naqd tayyor. Kelishuv ham bo'lgan. Bo'ldi. O'zim oktagonga qaytishimdan sabab o'shda, ular bilan shunaqa plan qilindi. U sraz birinchi bo'yda chempionlik bersang qaytaman dedim. Ular rozi edi, lekin iyulga dedi-da menga. Iyulgacha men yana necha oy bo'ysiz yuraymanmi dedim. Bo'lmasa menga Toshkentda aprelda bo'ladi. O'shanga jang berdim. O'zimman Suhrob aka, kelishuvlar qanaqa bo'ladi? Siz masalan faqat kamar talab qildingizmi yoki qanaqadir moliyaviy talablaringiz, shartlaringizdan bo'ldimi? Moliyaviy baribir oktagonda unaqa ko'p pul bermaydi-yu. Menga главное o'sha kamar olaman deyapman. Xudo xolasa kamar olib O'zbekistonga olib kelish niyatim bor. Niyatim shu. Baribir qancha moliyaviy bersa ham oktagonda urushib boy bo'lib keta olmaysiz. Pul ishlay olmaysiz. Men oktagonda mana shu paytgacha o'zi urushgan bo'ylarim hammasini hisoblasam, bir marta ham plyusda chiqmaganman. Bir marta ham hali mana necha yil bo'ldi urushyapman. Pul ishlamaganman hali. Faqat odamlar tanigan. O'sha narsa qolgan menga. Pul hech qanaqa moliyaviy tarafdan plyusda bo'lmaganman shu paytgacha. O'z umuman bitta jangga tayyorgarlik yaxshi mavzuni ochdingiz hozir. Tayyorgarlik uchun qancha ketadi taxminan ayta olasizmi? Ya'ni ko'pchilik sportchilarni juda ko'p pul topadi, ular boy deb o'ylashadi. Yo'q, sportchilar endi har xil joyda har xil rasmlar, chiroyli rasmlar qo'yadi-yu, odamlar o'ylaydi, mazza qilib yuribdi-da, bu sportchilarga mazza, o'sha damini olib yuribdi, talant degan joyda. Ya unaqa emas. Sportchilar podgotovkaga kimda hammada har xilda, kimdir ozroq ekonom qiladi, trenerlar ko'p trener ushlaydi. Menda bu masalan hamma trener ushlab olaman, professional. O'sha hammasiga отдельно pul beraman-da. Bitta bo'yga tayyorgarligimga 10 ming ketadi-da. Bitta jangga tayyorgarlik. Bitta jangga tayyorgarlikka 10 ming dollar ketadi. Adashmasam oktagon chempionlariga ham 2 ming shunaqa atrofida pul beradi. Jangdan oladigan pulim 5 minggacha-da. 5 ming. Oktagonda yo boshqa ligalarda ham shunaqami? Bitta o'sha Dubayda olganman, Abu Dhabi o'sha Warriorsda urushganimda 7 ming olganman. Bu eng katta gonorar hozircha karyeramda. O'sha trener qolgan bu taraflarda 4 ming, 5 ming. Даже men bu nimada Manguda urushganimda bitta bir yo'l kiramga ham yetmagan, to'g'risini aytsam. Vaziyat hech narsa polni minusda chiqib ketganman. Shuni baribir o'sha shunaqa urushga menga sharoit berishdi. O'shanga ham rahmat. O'shandan keyin o'zim ko'rsatib yana odamlar tanib qoldi deyman-da. Bir tarafdan minusi bo'lsa, bir tarafdan baribir plusi bo'ladi. Manguda gonorar shuncha kammi? Menga shunaqa bo'ldi. Kimga qanaqa bilmayman, menda shunaqa bo'ldi. Menda trenerimni ham olib kelganman. Biletga ham ozgina qarz bo'lib qolganimda. Treneringiz kim? O'zim biletlarni olganman-da. Treneringiz kimligi va yana o'sha siz aytyapsiz, jang uchun tayyorgarlik davomida men hamma trenerlarni olib tashlayman, professionallarni. Siz masalan turli aspektlar bo'yicha murabbiy haqida gap ketyapti. Masalan, futbolda darvozabon murabbiy alohida, hujumchi murabbiy alohida, hozir hattoki outga murabbiy. Sizda qanaqa aspektlardagi murabbiy? Hozir главный trener Aleksey bilan Dima. Bular главный trener, bular plan qo'yib beradi, bo'yiga kim bilan qanaqa urishni hammasini. Menda grappling trener отдельный, kurash uchun отдельный, crossfit uchun отдельный trener. O'sha hamma narsaga отдельный trener olganman-da. Crossfit, grappling. U minusda bo'lsangiz qanaqa bo'lyapti bu qoplatish? Endi yaqin insonlarim bor, to'g'risi, yaqin insonlarim bor, o'shalar yordam beryapti. Do'stlarim, akalarim, o'shalar yonimda har doim ishonishyapti, san UFC'ga chiq bo'ldi.
xudo xohlasa xohlasa nasib. hammasi yaxshi bo'ladi deb. Nasib. agar UAE Warriorsda yaxshiroq mana mablag' taraflama yaxshiroq taklif bo'layotgan bo'lsa Octagonga qaytish o'zi nima o'ziz xohishingiz bo'ldimi? Nima sabab Yo'q, bo'ldi? u Warriorsda bo'y kam beryapti-da. Ha. Ular kam beryapti. Menga nazameni beryapti. Nazamen 20 kun qolganda mana ularda Warriors to'g'risini aytsam, bu Habibning komandasi uchun bo'lib qolgan bu ligada. Men bu bo'yga ham menga nazameni bergan, Dog'istonlik bolani. Menejer kim? Menejer hozir menejerim yo'q. Yo'q. Sayat bilan ishlaganman, o'sha u bilan ham o'sha Warriorsdagi bo'ydan keyin shu tugatganman-da. Kelishmovchilik bo'lgan qanaqadir? Yo'q, просто nima desam, bir-birimizni to'g'ri tushunib, hamma o'zini yo'li bilan ketgan. Masalan, yaxshi menejer bo'lsa, mana shu tomondan sizga UAE Warriors deylik muzokaralar orqali shu muammoni hal qilsa bo'ladimi? Zaxira jangchisi emas, asosiy jangchi sifatida buni menimcha muzokara bilan hal qilinadigan narsa bo'lsa kerak. Hal qilinadi, lekin u liga unaqa emas-da. Ular mana o'sha bo'yga ham saperni tayyor bo'lgan, hamma narsa podgotovka qilgan, boshqa qilgan, keyin nazamini qidirishyapti. Ular hozir juda umniy xod qilib olgan. Habibning komandasi tayyorgarlik ko'radi. 20 kun qolganda saperni qidirishni boshlaydi. Tayyorgarliksiz odam olib chiqadi. Kimdir nazamin riskovat qiladi-yu. O'xshasa o'xshaydi, o'xshamasa o'xshamaydi. Qarang, o'shalarning komandasidagi ko'pchilik shunaqa qiladi. Ko'pchilik. Hozir ular keyin shu bilan UFC gacha yo'lda rekord chiroyli qilib boradi. Kuchli bolani, mana rekord chiroyli bola nazamin chiqadi, dam uradi, tepaga chiqadi. Mamni urganman, Tapolji qarshi, mamni ham yutgan ekan, Ular bilmaydi-yu, nazamini chiqqanmi, qanaqami, boshqami. Kuchli bolani yutgan, bo'ldi, UFC kerak bu deydi. Bizda unaqa narsa yo'q-da, hali O'zbekistonda unaqa juda ham kuchli podдержка yo'q. Ularning komandasi Dubayga borishsa, uydagidek, chista o'zini uyida, O'zbekistonda biz o'zimiz qanaqa qilsak, ular o'zini uyda deb o'ylaydi-da. Abu Dabiga ham bo'yga bordik. Bitta bola urish kerak edi, menimcha o'sha kun Dog'istonlik. Ular bilan yuribdi 20 ta bolada yonida gastitsada. Ular как будто uyda. Juda aqlli. Ular kulgili endi bir tomonda buni bilgan odam uchun. Bilgan odamlar shunaqa, lekin o'zini yonidagi odamlari uchun juda yaxshi sharoit qilib beryapti. Ko'tarilishi uchun ham har zo'r podдержка bo'ladi menimcha bunaqa. Lekin UFC o'zi Dog'istonlik jangchilarga o'zi chappa qarashni boshladi menimcha. Kurash iloji boricha chekkaroqqa surilyapti oxirgi vaqtlarda. Chunki UFC ham bu biznesda. Biznes shunaqa. Ular ham pul qilish kerak. Odamlarga baribir qilsa yoqmayapti-da. Odamlar ko'rish uchun ular o'shuning uchun stoykada urishadigan, shov qiladigan odamlarga harakat qilyapti-da. Qolganlarni damini berib sekin. Chempionlik jangidagi raqibingiz Ilaman Jitbisbay haqida fikrlaringiz qanaqa? Nima deya olasiz? Fikrlarim bilmayman, lekin o'zi yaxshi bola ekan. Madondan gaplashib o'tirganmiz o'sha gastitsada. Yomon bola emas, tarbiyali, u ham hayotni yaxshi ko'rmaydi. Trofga qilib jang qilmoqchi. Professional. Shunaqada. Shunga yaxshi bola. Nima haqida gaplashdingiz buni? O'shanda bilardingiz chempionlik jangi ikkovlaringiz o'tiradi. Ha, u ham biladi, hamma. U bilan oldin men urushim kerak bo'lgan, travma bo'lgan, nimadir bo'lgan, antikasi qilganda. Menga Octagonda 3-4 marta o'zi kamar uchun urushim kerak bo'lgan, antikaz bo'lib ketganda. O'zi mana shu kamarni yutgandan keyingi rejalar qanaqa? Octagonda qolishmi yoki yana qanaqadir yaxshiroq ligaga o'tishmi Yevropa? Iloji boricha shu UFCga harakat hozir. Octagon bilan o'zi shartnoma ham shunaqa bo'lgan. O'sha UFCdan shunaqa zo'r ligadan kontrakt olib berish. Qo'yib yuborishadi o'zi shunaqa nima bo'lsa. Hozircha kamar olib, keyin plan qilaman-da. Men главный planim hozir E'tibor hozir kamarda deyman. Kamar. O'sha kamardan keyingi narsani kamar olgandan keyin o'ylayman. Yana bir muxlislar uchun qiziq bo'lgan haligi shu videoyingiz bor o'zi. Merab bilan tushgan kurashingiz. Aljimeng bilan ham tushgansiz. Merab qiynalib
parterga yiqitaman deyapti, siz ko'tarib otib yubordingiz. Asab bo'lgan. U o'zi trenirovkadan keyin suhbat ketdi shunaqa judoistlar bo'yicha. Keyin u boshladi judo bizada kuchliman. Keyin men aytdim, judo O'zbekistonda ham kuchli. Keyin kurashamiz bo'lmasam dedi. Bo'ldi dedim. Keyin o'zi 3-4 ta brasov qilganman. Bittasi o'sha videoga olinganda qolib ketgan shunaqa. Aljimengni ham nimada bugun sport Farruh akadan eshitgandim. Aljimengni ham ancha qiynab qo'ygan ekansiz. Endi Aljimen to'g'ri. Aljimen ham paytda men bilan 100% ishlamagan, o'zi vesagonkada bo'lgan. Shuning uchun men uni qiynab tashladim, bu demayman. U ham kuchini ishlatsa, men bemalol yutishi mumkin. U vesagonkada bo'lgan. Bunaqa chista bor kuchga ishlamagan demak. U ham men ham bor kuchga ishlamaganmiz. O'zi misol videoda ko'rganimiz mana shu ikkita jangchi bo'ldi, Merab bilan Aljo, lekin videoda ko'rilmagan boshqa bir taniqli jangchilar bilan ham sparingda ishlab ko'rganmiz. Ko'p Petryan bilan ishlaganman, keyin ko'pchilik bilan ishlaganman. Natijasi qanaqa bo'lgan agar sir bo'lmasa? Oddiy unaqa bizada menda shunaqa juda ham solishib, men nima uchun ishlamayman, kimdandir ishlasam nimadir o'g'irlab olay, shundan nimadir o'rganib olay. O'sha narsasini ko'rib ishlayman-da. Rafael Fiziyev bilan ishlaganman, Petryan bilan ko'pchilik men unaqa eslab ham nima qilib ham yurmayman. Ko'p rasmga ham tushavermayman-da. Mana shunaqa bo'lmasa boshqa savol o'zgartirsam, misol janglarini misol UFC'da ko'rgansiz, keyin u bilan sparingda ishlab turib, yo odamlar bunga ko'proq baho berib yuboryapti degan jangchiz bo'lganmi yoki odamlar bunga past baho beryapti, bu o'zi berilgan bahodan yuqoriroq jangchi degan jangchilaringiz bo'lganmi? Petryan shunaqa bo'lgan. Petryanni mana hech kim chempion bo'ladi deb o'ylamagan-ku. Men u bilan ko'rganman, uni mehnat qilish, biz bitta lager ham qilganmiz, qaysidir bo'yiga birga qilganmiz, Tanatga kelgan. O'sha payt ko'rganman-da, bu bola точно yana kamani qaytarib oladi deganman. Juda mehnatkash bola. Trenirovkadan bo'ladi-yu, chempionlar ko'pchiligini ko'rganman. Unaqa nima 100% o'zini sportga bermaydi-da. Bu shunaqa mehnat qiladi. O'sha hamma narsasi bor, puli bor, boshqasi hamma narsasi yetarli. Lekin shunaqa paxat qilyapti, trenirovka qilyapti. Uni ko'rib men motivatsiya bo'lyapti menga. Bu mana shunaqa qilyapti, chempion. Men bundan kam qilsam, men chempion bo'la olmayman dedim-da. O'shanda o'zi ham juda tarbiyasi ham, muomalasi ham juda yaxshi bola ekan. Ko'pchiligi bizada baribir ko'rganman shunaqa bolalarni, ozgina tanilib qolsa boshqacha so'rashni boshlaydi. U hazillashib o'rtoq deydi. Suv olib kelib yurib nima qilib yuraveradi-da. Hayron qoldim, chempionlar shunaqa oddiy ekan. Shunaqa bo'lishi kerak deb. U shunaqa. Keyin nima ham bor, championshipning chempioni Anatoliy Malikin. Anatoliy Malikin. U ham juda oddiy odam-da. Uni ham ko'rganman. Keyin Hamzat Chimayevni ham ko'rganman, Fiziyev. Keyin ko'p jangchilarni ko'rganman, shunaqa Edwards, oddiy. Sterling ham shunaqa, Merab ham shunaqa, Merab bilan shunaqa bo'lgan, lekin o'zi yaxshi inson uni ham. Baribir qilib bu video tarqab ketgan bilan o'zi yaxshi oddiy insonda. Bu Merab yoki Aljo mana shu video tarqab ketganiga norozilik bildirmaganmi? Bilmadim, lekin men o'zim uyalganman-da. Keyin hamma joyda sirazi kiryapman, atmitga qilishyapti, kiryapman, atmitga qilishyapti. O'zimga noqulay bo'lgan. Xuddiki atayin uyushtirgandek tijoratchilik. Shunaqa bo'lgan. O'zim UFC'dan qanaqadir shamol esyaptimi siz tomonga? Qanaqadir bir uch kelyaptimi biror narsani? Insayt keladi-yu baribir jangchilar. Endi menga aytishdi, shu Bakuga ozarbayjonlik 61 kiloda ikkita bola qo'yiladi. Может быть, na zamin tayyor bo'lib turdi. O'shuning uchun hozir men sirasi qaytib ketmoqchiman-da, o'shuning uchun hozir boshqa planlarimni nima qilib qo'yib, o'zi O'zbekistonda yurib dam olib nima qilaman deyotgandim. Hozir endi o'shuning uchun tez qaytib ketaman, boshlayman. Tayyorda o'xshasa o'xshadi, o'xshamasa baribir mehnatdan to'xtamasam bir kun keladi va o'sha vaqt UFC ham bo'ladi. Glavniy mehnat qilsam, sababini qilsam.
bitta xudo xohlasa o'sha UFC Bakuda bitta oqshomda ikkita o'zbek jangchisini ko'rishni xohlaymiz biz. Bo'lishi mumkin, ha. Chunki odatda bo'ladi-yu, bitta oqshomda bitta ikkita uchtalik bitta mamlakat vakillari bo'ladi, masalan Osiyodan zo'r bo'lardi. Bizda ham Bo'lishi shu mumkin. Bu 100% narsa emas. Просто shunaqa gap so'z bo'ldi. Tayyor turaverdi ishda. O'zi misol mana shu janglar ichida ko'ribsiz-ku, Dana White Contender Series bor. Misol zaminga chiqib turib qisqa vaqt ichida urushib ketadiganlar bu. Menimcha shu Dana White Contender Seriesdan kirish jangchi uchun qulayroq bo'lsa kerak, jangga tayyorlanib, keyin jang qilish. Shunaqa hozir o'sha Dana White Contendersdan ham harakat qilyapmiz. Nazaminiga ham bo'ylarni ham o'shaning uchun stoykada dasturishni o'sha harakat qilyapman-da, shu ko'rganda Nazamini mana to'g'ri kelar ekan, davay mana buni bosdi ekan. O'zim endi bitta savol bor edi. Yana Mangu ligasi sizni ko'ramizmi degan. Mana bu gap so'zlardan keyin menimcha bu savol ahamiyatini yo'q. Ha, Mangu ligasida hozir chunki kontrakt qilganman, ikkita bo'yga hozir kontraktim bor, yana Octagon bilan. Hozir Octagon bilan ikkita jangingiz bor. Ha, ikkita bo'y. Octagon bilan ikkita jangingiz bor. Mangu bilan ham yana bitta jang qolyaptimi shunda? Yo'q, Mangu bilan kontraktim yo'q. Kontrakt yo'q. Yo'q, Mangu bilan bittalik kontrakt bo'lgan. O'sha hozir masalan UFC sizga qiziqsa, sizni Octagon bilan shartnomangiz borligi ularga xalaqit. Ular Octagon rozi unga, biz shunaqa shartnoma qilganmiz. Zo'r joydan taklif kelsa, stoyt mana O'rta Osiyodagi emas, Yevropa zo'r, ya'ni top 3 dan, top 5 dan masalan shartnoma kelsa, ular rozi. Ular ham xohlaydi, Octagon ham xohlayapti, shu men UFCga ketishimni. Ularga ham minusi yo'q bu narsani, plusi bor. UFCga kirish uchun baribir Amerika vizasi ham kerak-ku, vizaga harakat qilib ko'rmayapsiz? Harakat qilmayapman umuman hozir. Men harakat qilyapman shu kamarni olishga, yutishga, mana shu bo'lan. Birinchi navbatda mana shu Octagon ligani kamari. Hamma e'tiborimni shu trofikaga yutishga harakat qilganman. Hozir vizani o'ylasam qolib ketadi-da, boshqa xayolimda viza bilan 50% vizaga ketsa, energiyam 50% trofikaga ketadi. Yaxshi natija bo'lmaydi. Shuning uchun o'ylamay, bo'ladigan narsa bo'ladi baribir. Hozir mana bu rezultatni bosib, yondiray o'shani. Rezultat zo'r bo'lsa, UFC o'zi, mana bola kerak bizga deb o'zi aloqaga chiqadi keyin. O'zimni Octagon ligani kamarni qo'lga kiritgandan keyin baribir kamar bo'lib, uni o'ziga yarasha shov-shuv bo'ladi, PR bo'ladi. Bu ham o'sha katta ligalarni diqqatiga tushishga yordam bersa kerak, Shunaqa bo'ladi deb o'ylayapmiz biz ham. Birinchi kamarni olaylik. Keyin yangilik bo'lishi. Azat Maksum adashmasam Octagondan to'g'ridan-to'g'ri qo'shilganda UFCga. Ha, Azat Maksum shunaqa. Octagondan ham to'g'ridan-to'g'ri o'tsa bo'ladi demoqchiman. Bo'ladi. Azat Maksum. Keyin Bekzat Almaxon. Kelasi ham to'g'ridan-to'g'ri. Hozir siz o'zingizni UFCga qanchalik tayyor deb hisoblaysiz? Men UFCga tayyorman deb o'ylayman, chunki men UFC bayslar bilan urushib ko'rganman. Bundan 2 yil oldin ham o'sha top bayslar emas, lekin UFCda men vesimdagi bolalar bilan urushib ko'rganman. Men nima qila olmaganda ular. Qanaqa desam, bu UFC, bu shuning uchun kuchli ekanda UFC deb nima qilmaganman. Как тренировщик qolganlar bilan qanaqa sparing qilgan bo'lsam, bular ham shunaqa sparing o'tgan. Hozir asosiy mashg'ulotlar stoykaga qaratilganmi yoki stoykaga ham balans ikkalasi ham, ko'proq stoykaga. Ko'proq o'sha qo'lda, oyoqda. Lekin haftasiga 2 marta, 3 marta baribir обязательно. Buni trener o'zi ham aytadi, har doim baribir bo'lishi kerak. Sen xohlamasang ham baribir qilishni zashta bo'lishi kerak, o'shaning uchun baribir qildim. Haftasiga kam 2 marta baribir. Sizni jang uslubingiz chiroyli-da, muxlislarga yoqimli. Bu o'zingizning xohishingiz bilan bog'liqmi? Ya'ni o'sha hozir murabbiy aytayapsiz, sen xohlamasang ham siz kurash partnerini xohlamaysiz, to'g'rimi? Yo'q, xohlamayman, o'shaning uchun. Men bu oxirgi bo'yda ham baqirib yotishdi, kurash tushdida, Borisga o'radi. Kurash deyapti-da. Men o'zim nima desam, qiziq qolmas stoykada, men solishib ketish, o'shanaqa narsalar yoqadi. Aleksey endi o'zgartiryapti-da, men bolni ozgina nima bo'lsa, sразу rubka bo'lib ketardi-da, o'sha oldingi vaqtlarimni aytib nima qiladi-da. Hozir endi maksimalni kontrollar.
o'zi murabbiy va jangchi o'rtasida qanaqadir kelishmovchilik ham bo'ladimi strategiya bo'yicha taktika bo'yicha hozircha bo'lmadi bizda. Yo'q. siz manimcha ularni aytganingiz kerak. Aytadi, man qiziqtiradida juda. Man ham o'zim planimni aytaman-da, bir xil payt mana bilan qilsaychi deyman. Ertaga o'shani trenerimiz rostdan ham kuchli trener, ertasi kuni shunaqa borib o'ylanib ko'radi, qaysi to'g'ri keladi. Boshqa ertaga o'shani menga to'g'ri keladigan variantini qildiradi keyin. Mana ko'rib chiqdim, mana buni qil deydi. Uni qilaman, mana bu bundan ham oson ekan, bundan ham zo'ru bu deymanda. Shuncha o'sish bo'lyapti. Hozir janglar mani hatto minus topib chiqyapti deyapsiz-ku, hatto pul topganim yo'q deyapsiz. O'zingizni qachon plyusda ko'ryapsiz? Necha yildan keyin? 2 yil deyman-da, menimcha 2 yil. Men shu yil endi o'zim bilmayman, ichimdan ishonyapman bu narsaga. Shu yil UFC'ga o'tsam, o'taman deb o'zim yilni boshidan уже o'zimga plan qo'yganman. Mana bunaqa qilaman. Sразу 3 ta bo'y yutaman. Va keyin UFC xudo xolasa deb. UFC'ga o'tgandan keyin может bonusli bo'y 100% qilaman. Nasib. Nima bo'lsa ham o'sha stoykada solishaman, nimadir bo'ladim, knockdown bo'ladim, qoshi yoriladim, boshqa qiladim. Bonusli bo'y urishaman faqat. Planim shunaqa. Hozir bonusi ham anchagina oshib qolgan. Trenerga har doim aytaman, trener UFC'ga kontrakt olamiz, urishaman, как будто bu oxirgi bo'ydek urishaman, ko'rasan, hamma narsani berib, bonus bizaniki bo'ladi deyman. Senga ishonaman deydi trener. Nasib qilsin. Shukr. O'ylaymiz, tez orada bo'ladi bu. Xudo xolasa, nasib. Harakat qilyapmiz. Ijtimoiy tarmoqlardagi nofaolligingiz nima bilan bog'liq? Qilmoqchi bo'ldim shu o'zimni men videolarni qo'ysam o'zim blogerdek his qilyapman-da, o'zim yomon ko'rib qolyapman. Ya deyman, men ham bloger bo'lib qoldim endi deyman-da, qo'ydim. Harakat qilib ko'rdim, lekin rostdan ham harakat. Hamma aytadi, qilishing kerak. Harakat qildim, o'zim blogerga o'xshab qoldim. O'yladim, nima qilib yuraveraylik, lekin qo'yib turaman istoriyalar, naq qilib. Bizada ilhom bu narsaga juda nimada mos keladi. U o'zi hamma narsa mana kimdir nimagadir mos bo'ladi-yu. U o'sha taraflari ham mosda mediaga shunaqa media qilaman. Chista media uchun tug'ilgan narsa. Lekin mehnatni ham qattiq qiladi ilhom. Mana shu qaysidir intervyuda eshitdim, oldin shu Ilhom Nazimovga shu do'st bo'lishdan avval fanat bo'lgan. Fanat bo'lganman, rostdan ham. Men o'zi MMAga yaqinda kirib kelganman-da, ko'p bo'lmagan. Mana shu musobaqaga kelishim ham o'zi bir nima bo'lgan. Men oldin ishlaganman. Diskotekada o'sha охрана bo'lib ishlaganman. Men yonimdagi bolalar musobaqaga ketayotgandi o'zi. MMA musobaqasiga. Keyin men aytdim, "Yur, Lyubitel birinchi bo'lganda 2020. O'sha paytda yur, sen ham borib kelasan bizlar bilan." Xo'p dedim. Keyin aytibdi, "Urushib olaverdim. Nima yo'qotasan? Yutqizsang ham prosta urushib ko'r, o'zing sinab ko'r." Tayyorgarlik ham bo'lmaganda eng qizig'i musobaqaga. Kelganman, shunaqa kelib yutganman-da, chempion bo'lganman. O'sha bilan MMAga undan oldin men MMA ko'rardim. Rossiyada Ilhom urushib yurardi-da, Ilhomga yozdirardim. "Udачи, brat, omad senga. Zo'r urushasan" deb. Keyin o'sha musobaqani yutdim. Zborga chaqirishdi Buxoroga, keldim. Ilhom o'tiribdi. Ilhom Nazimov deb borib, "Brat, yaxshimisan, fanatingman." Uni esida ham yo'q ekan-da, men yozganmiz. Yo'q, keyin kechqurun yozyapman. "Brat, tanidingmi? Men bola edim mani." Keyin o'sha bilan men tanishib, Ilhom ko'p narsa o'rgatgan menga. MMAga o'tishingizga qisman sababchi inson Ilhom Nazimov desa bo'ladi. Narsani mana shu Tailandga zborga ketishimni, boshqa joyga zborga ketishimni Ilhom nima qilgan, tortgan hardan. Keyin "Brat, mana bu joyga ketamiz. Keyin mana bu zborga ketamiz. Keyin mana buni o'rganamiz. Keyin mana bu trener bilan ishlaymiz." Shunaqa har doim oldinga tortadi-da. Hozir murabbiylar bittami? Bitta murabbiy. O'zim sizga mana shu ijtimoiy tarmoqlarni faol yuritish UFC'ga ham muhimligini aytishadimi yo'qmi?
aytishadi o'shaning uchun trener har kuni aytadi video qo'ydingmi deydi. Qanaqa videosi? Ertalab hamma bilan salomlashish, odamlar seni ko'rmoqchidir, nimadir qiziqarlidir, o'zingni tanitib bor edi. Xo'p deyman. Qo'ymasam yozadi keyin. Video где? Mashg'ulotlardan qanaqadir jarayonlardan, mashg'ulotlardan rolik qilib ham qo'yib borish baribir muhimda. UFC uchun odamlar sizni kuzatishi, sizni auditoriyangiz borligi UFC uchun juda muhimda. Hozir harakat qilyapmiz shu narsalarga. Men sizni holatingizni qisman tushungan deb o'ylayapman, chunki menda ham sizga o'xshagan xarakter bor-da. Bitta rasm qo'yib qo'ysam haligini qayta kirib ko'raman haligini. Chota nito turibdi-da deyman, lekin oxiri o'zgarib tashlayman. O'sha aytgan, kelganimda aytdim, endi siz ham o'zingiz ko'rsatishni boshlasiz, faqat oldin ovozingizni eshitganmiz, o'zingiz ko'rinmasdingiz deb. Shunaqa, ha. Oldin siz ham faqat ovozingizni eshitardik-da, o'zingiz ko'rinmasdingiz. O'zimda Tailand bilan O'zbekistonda mashg'ulot o'tkazishning farqi bu o'sha sparring sheriklarini kuchliligidanmi? Shunday, O'zbekistonda tanish bilish ko'p, kimdir telefon qiladi, ko'rishish kerak, boshqa o'zingiz ham xohlaysiz. Oshingiz kelgan, oshda ham emas, ovqatda ham men nafsimni kontrol qila olaman, lekin ko'chaga vaqti bu yerda masalan trenovka kechki trenovka 7:30da. 7:30dagi trenovkam 9:30da tugaydi. 10ga zaldan chiqsam, 10:30ga ovqatlangan borsam, 11gacha ovqatlanib bo'lib 12ga uyga kelaman, soat 1da uxlashim kerak-da. 1da men Tailandda soat 10da uxlayman o'sha, maksimum 10 uxlayotgan bo'laman. Ertalab 5da bemalol turaman-da, soat 5:30 turaman, прогулка qilaman, boshqa qilaman. Zavtr qilaman, ertalab soat 8da trenovkamga boraman. Bu yerda soat 1da uxlasam, qanaqa qilibman? Soat 12da uxlayman. Mayli 11:30da uxlasam ham ertalab 6da, 7da turish qiyin-da. 7 soat, 8 soat men shunaqa uyquni juda kontrol qilaman. 7 soat, 8 soat kam uxlashim kerak. Keyin obedda ham uxlayman-da. Bu yerda trenovka obedda-yu. 11dami, 11:30da trenovka. O'shaning uchun har taraflama menga Tailand udobniy. Tailandda ertalabki trenovka 8da, 9da, kechki trenovka 4:30da, 4da. Men yaqinda Tailandga bordim. Aytdingiz-ku, klimati yaxshi nima qilish uchun trenovka. Lekin men juda dimda, lekin endi bu yoqda sovuq edi men borganimda. Yo'q borganimda dim, sovuq. Nafas olishga qiynalyapman. Keyin o'yladim, Tiger Muay Thai mana shu Puketda qanaqa qilib jangchilar trenovka qilar ekan bu yerda. Shu nafas olish qiyin bo'lsa, naborat yaxshi sportchi. Bunaqa joylarda bemalol nafas oladi-da. Bosimda. U yerda qiyin bo'lsa, bu yerda bemalol nafas oladi. O'zi masalan bu yerda bo'lganlar ham toqqa, tepalikka qarab yuguradi, bosim oshishi uchun. To'g'ri. Yana bir xorazmlik jangchimiz o'sha Asadbek Saidov 1-may kuni kamar uchun jang qiladi. Raqib jiddiy, 9:0 rekord bilan kelyapti. Bu jang haqida nima deya olasiz? Nima kutyapsiz? Bu to'g'risi 50-50 deb o'ylayman. To'g'ri, chista jangchilarning kuchiga qarab aytadigan bo'lsa 50-50. O'zimiznikiga yondashadigan bo'lsangiz boshqacha bo'ladi. Men to'g'risini to'g'ri aytishni yaxshi ko'raman-da. Uni o'zi ham biladi, boshqalar ham biladi bu jang 50-50ligini. Lekin men xohlayman Asadbek uchishini. Hamma o'zbek xohlaydi menimcha buni. Asadbekka balid qilamiz. Suhrob Otajonovning ichida kim yashaydi ko'proq? Sodda samimiy o'zbek yigitmi yoki jangchimi? Jangchi emas, menimcha shu oddiy, sodda yigit, oilasini o'ylaydigan deb o'ylayman. Faoliyatingizni tugatdingiz. Keyin rejalar qanaqa? Shu sohada qolib, qanaqadir murabbiy yoki shu sohani ichida boshqa yo'nalishga ketmoqchimisiz? Qanaqa rejalar? Bilmadim, hali to'g'risi unaqa planim ham yo'q. O'zi men uchun bu MMA juda ham важный narsa emas-da. Важный bu hayotimni MMAga beraman, jangchi bo'laman, unaqa bo'laman emas. Men bu yerda to'g'risi chista oilani boqish uchun. Pul ishlab oilani boqishim kerak, o'shaning uchun bu sportdaman. Menga hech narsa juda ham nima narsa emas-da bu sport. Menga birinchi o'chat o'sha oilam. O'shalar hamma narsasini yetkazib berishim kerak men. O'g'il bola bo'lib, shuning uchun tug'ilganman deb o'ylayman. Главный harakatim shu.
bu UFC ham boshqasi ham emas, birinchi o'chit oilamni moddiy tarafdan, har taraflardan ta'minlashda. Qolgani bo'laveradi. Keyin может biznesmen bo'larman, может o'zim juda ham qiziqaman o'sha kafeni, o'sha narsalarga, restoran bizneslariga. Shunaqa bizneslarga qiziqaman o'zim. MMA demak faoliyat tugagandan keyin MMAdan iloji boricha boshqaroq mavzuga o'tarkansizda. O'zi yoshligimdan sportdaman, yoshligimdan sportda. Может lekin trenerni ishi qiyin-da, to'g'risini aytsam, trener bo'lish qiyin. O'shuning uchun bilmadim, trener bo'lib o'zimni ko'rish xohlamayman. Juda qiyin-da bu. Shuning uchun trenerlarni juda hurmat qilaman. Dmitriy Xujakov bo'lsin, hozirgi trenerim Aleksey bo'lsin, bundan oldingi trenerlarim bo'lsin, hammasi bilan svyazdaman-da, hammasini hurmat qilaman. Har doim harakat qilaman nimadir. Sportchi Suhrob aka har qancha mashhur bo'lmasin, uni juda ko'pchilik tanimasin, lekin bundoq yaqindan qarasak, sport uni cheklab qo'ygandek ko'rinadi. Ya'ni muntazam rejimda yashash, bu ba'zi qarindosh, yaqinlar bilan ham doimo ko'rishishga xalaqit qiladi. Umuman ba'zi bir doiradan cheklab qo'yadi-da, siz joyiga kelganda to'y hashamda bo'lmaysiz. Hamma narsadan cheklaydi, hamma narsadan. Shuni qiyinchiliklari qanaqa, u cheklovlar bor, gapirib bersangiz. Endi bitta narsaga erishish uchun bitta narsadan kechish kerak-ku. Men kechganman, masalan, mana oilamdan uzoqdaman, oilamning yonida bo'la olmayman. Nechta sinfdoshim uylangan bo'lsa, yaqinlarim to'yi bo'lgan bo'lsa, yonida emasman. Bir xil payt shunaqa kimdir olamdan o'tib qolsa, o'shanga ham kela olmaysiz. Shunaqa shu taraflama qiyinchiliklari ko'p, to'g'risi. Sportchi bo'lish hamma maza qilib trenovka qilib yuribdi deydi-da. Bir oy uyga kelmasinchi, bir oy o'sha yerda yursin, qayerdadir chetda, bitta o'zi vaqtida uxlab, vaqtida turib, bu qiyin narsa-da. Mana boshqa hamma ishda xohlagan vaqtingizda uxlab, xohlagan vaqtingizda bora olasizda. Bu yerda bu sport aldab bo'lmaydi-da. Shunaqa. Vaqtida uxlamasangiz, vaqtida trenovkangizni qilmasangiz, ertaga jangga chiqasiz, yeysiz-da. Natija o'zida. Natija ko'rsatadi. Bu narsada aldab bo'lmaydi. Boshqa narsalarni aldash mumkin, boshqa ishlarda deb o'ylayman-da. Qanaqadir 2 soat kam uxlab oling. Nimadir bormasdan, qilmasdan. MMA jangchisi uchun haligi og'riqli savol menimcha mag'lubiyat bo'lsa kerak. Shu oxirgi mag'lubiyatingiz haqida gapiradigan bo'lsak, hozirgi mavzuga to'g'rilamoqchiman. Tayyorgarlik kam bo'ldimi yoki nima sabab aynan? Yo'q, tayyorgarlik yaxshi bo'lgan. Men sentyabrda kamariga urishim kerak bo'lgan. Men sentyabrda boshiga kelganman. Tailanddan, sbordan kelganman. Bular meni dekabrgacha sopernik travma keyingi oy deyishdi, xo'p dedim. Dekabrgacha bo'ysiz qo'yishdi ular. Men dekabrgacha shu yerda yurdim. Formam ham baribir tushib ketganda, unaqa 100%. Yana bo'ydan oldin men bansiga tushib qolganman, kasal bo'lib. Menga pul kerak bo'lgan, o'sha payt sharoitimiz ayam kasal bo'lib qolgan, operatsiya qildirishim kerak bo'lgan. Qayerdandir pullarni qarzga olganman. Ularga va'da berganman-da. Maksimal men harakat qilaman, va'dam ustidan chiqishga. Endi hammamiz ham bir xil payt shunaqa sharoitimiz bo'lib qoladi. Va'dam ustidan chiqa olmaymiz. Va'da berganman, bo'ydan keyin pulni qaytaraman deb. Bo'ydan oldin 5 kun oldin menimcha bansiyadan chiqqanman, shamollab. Kasal bo'lganman-da. Keyin hamma aytgan menga, bo'ydan kasal qilasiz. Yo'q, men aytib qo'yganman, ishlarim qolib ketadi. Deb chiqib urishganman. O'shanda ham hech qanaqa sdavatsiya qilmaganman, boshqa qilmaganman. Dastoyni o'zim kuchim qancha yetguncha urishganman. Bo'ydan keyin ham men kasal edim, unaqa edim deb hech qanaqa bahona qilmaganman. O'zim shu kasalligim bilib o'zim rozi bo'lib chiqqanman, urishganman, bo'ldi, nima bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Bu menga plyusga bo'lgan, hech qanaqa minusga bo'lmagan. Qizganimda kimdirlar yo'q bo'lib ketgan. Men ham xursand bo'lganman, yo'q bo'lib ketganiga ular. Men shunaqa kunimda turmasa, nimaga kerak unaqa odam? O'zi mag'lubiyat ruhiy holatga qanaqa ta'sir ko'rsatgan? Men mag'lubiyatni o'ylamayman. Mag'lubiyat deb bo'laveradi, yoziladi qanaqadirki yutqizdi deb yoziladi. Bu mag'lubiyat u hech narsa emas-da. Bu sizni ringda chiqib yutqizganingiz. Hayotda undan nima desam, vajniroq narsa bu o'sha mag'lubiyatdan keyin kim do'stingiz, kim
dushmaningiz o'sha kim yoningizda qoladi, kim o'shani istaydi. Mana siz o'ylagan odamingiz boshqacha bo'lib chiqadi, o'sha mag'lubiyatdan og'irroq bo'ladida. Mag'lubiyat hech narsa emas u. Siz ham u bitta yutqizsangiz ham hayot davom qiladi, yutsangiz ham mana yutdim. Men o'sha oldingidek yashab yuribman, yana yutqizganimda ham shunaqa bo'ladi. Men kimgadir nimagadir bog'lanib qolmayman hamda o'zim. Yutqizsam mana ketib qolsa, yutsam mana bu odamlar menga boshqacha qarasa deb. Men вообще bu narsalarni o'ylamayman. O'zim hayotimni yashayman, qo'limdan kelgan ishni qilaman, harakat qilaman, o'zimni o'zim sdavatsiya qilmayman-da. Bo'ladigan narsa men maksimalniy harakat qilaman. O'xshasa o'xshaydi, o'xshamasa shunaqa bo'lishi kerak. Undan qochib qutulib bo'lmaydi. Yaxshi gaplar bo'ldi. U bitta narsa meni e'tiborimni tortdi, o'sha MMA baribir siz shu oila nuqtai nazaridan qaradingiz-ku, pul topish nuqtai nazaridan baribir tabiatingizda baribir iste'dod bor bu yo'nalishda. Siz masalan farzandingiz qanday qarardingiz MMA jangchisi bo'laman desa? Jangchisi bo'laman desa, mayli, men bunga nima qilmayman. Bu erkak kishi baribir qonida bor o'sha. Erkak kishi shunaqa. Lekin men ko'proq o'qishini ham xohlayman-da. Bu bizada mana yurtimizga kerak, yurtimizga bizadan ko'p foydasi tegayotgan odamlar juda ko'p. Ular qanaqadir sahna ortida qolib ketadi-da. Ular o'zini tanitmaydi. Biz nima O'zbekistonni chiqib urushib beryapmiz. Lekin bu yerda O'zbekistonda shunaqa davlatimiz uchun ishlayotgan odamlar bor. O'zbekiston tinchligi uchun, boshqasi uchun, o'sishi uchun, O'zbekiston biza yaxshi yashashimiz uchun har taraflama. Men bu MMA juda ham nima deb o'ylamayman-da. Men xohlayman davlatimizga shunaqa kerakli, foydasi tegadigan inson bo'lishini farzandim bo'lsa. Biz nima qilamiz? Trenorovka qilamiz, urushamiz. Biza mana Tailandda ko'p yuriyman-da. Men shu narsani juda qadriga yetaman. Yurtimiz tinchda, Tailandda yuriyman, oilam xotirjam. Hech qanaqa o'ylamayman men bu nima bo'lyapti ekan, qanaqa ekan. Yurtimiz ko'chaga xohlagan payti uyimdagilar chiqa oladi, xohlagan payti kiradi. Hech kim hech narsa demaydi. Tinchda davlatimiz. Bunga to'g'risi biz shuncha odam harakat qilyapti-da bu yerda davlatimizda o'sha ishlaydigan ichki ishlar departament boshqa hamma joydan harakat qilishyapti-da. Prokuratura prezidentimizga katta rahmat, rostdan ham shunaqa tinch davlatda yashaganimiz uchun, bizga shunaqa sharoitlarni qilib bergani uchun. Biz ham hozir mana bemalol gaplashib o'tiribmiz-da. Hozir ko'ryapsiz-ku, hamma davlatda har xil vaziyatlar bo'lyapti. Oddiy ovqat yeyishga nimasiga halovati yo'q odamlar. Biza shunaqa tinch davlatdamiz, buni qadriga yetish kerak. O'shanga men bu sportchi bo'lish, bu degani O'zbekistonga foydasi juda ham tegyapti deb o'ylamayman. O'zbekistonga boshqa shunaqa o'zi taniqli emas odamlar ko'p foydasi tegyapti. Ular prosta bunaqa suhbat qilib gapirishga ham vaqti yo'q. Bular bizning tinchligimizni o'ylab hozir qayerdadir ishlayapti. To'g'ri, qo'shilaman. Ba'zi birlar masalan men bayroqni ko'taryapman deb turib, hamma ham emas. Asosan uni ortida o'zini manfaati turadi. O'zini manfaati ko'proq turadigandek ko'rinadi. O'zi masalan vatan deb vatanparvarlik haqida ko'p gapirgan odamdan qo'rq degan gap bor. Shunaqa. Suhrob aka, zo'r suhbat bo'lyapti. Endi blitz savollarga o'tsak. O'sha qisqa, tezroq savol-javob qilinadi. Xohlasangiz javob bermasligingiz mumkin. Bo'ladi, bemalol. Nokaut bilan g'alaba yoki submission bilan g'alaba, sizga qaysi biri ko'proq yoqadi? Menga nokaut yoqadi. Nokaut. Lekin ko'p bo'yim submissionda. UFC kontrakti yoki UFC dan tashqarida kattaroq summaga jang, qaysini tanlagan bo'lardingiz? UFC kontrakti. 10 ta oson jang yoki bitta katta jang? Bitta katta jang. Hozirgacha bo'lgan faoliyatingizda sportdan topgan eng katta narsangiz? Sportdan topgan eng katta narsam mas'uliyat deb o'ylayman. Shu mas'uliyatli bo'lishga sport juda ham majburladi-da. Hamma narsaga mana bu vaqtida qilishga
Masalan, mas'uliyat. o'sha охрана bo'lib ishlayotgan vaqtingiz ham shunaqa narsa bo'ladimi? Endi охрана bo'lib ishlagan paytim, xohlagan paytim uxlaganman, turganman. Baribir juda ham unaqa серьезный qaramaganman shu narsaga hozir. Может, yoshim o'tgandan keyin bu narsani tushunib yetarman. Payt 22 yoshimdan boshlaganman men охрана bo'lib ishlab. Sizni orzuyingizdagi jang qayerda va kimga qarshi bo'lishni xohlardingiz? Orzuyimdagi jang qayerda bo'lishi farqi yo'q, shu UFC kamari uchun orzuyimdagi jang. Kim bilan bo'lishdan qat'iy nazar, qayerda bo'lishdan qat'iy nazar? Kim bilan bo'lishi, to'g'risi shuni aytsam hozir boshqacha bo'lmasligini ham Petrian bilan bo'lishni xohlayman-da. Shu bilan bo'lishni xohlayman. Pyotryan bilan siz sparingda bo'lgansiz. Sparring bo'lganman, lekin o'sha bilan chiroyli jang o'tkazishni xohlayman. To'g'risi u bilan skuchniy bo'y bo'lmaydi-da, ham zerikarli bo'y bo'lmaydi. U bilan faqat sola-sol bo'ladi. O'shanaqa qiyin jang xohlayman-da. Bu Pyotrdan kuchliman degan narsa emas, men uchun bu siz uni hurmat qilganingiz uchun. Hurmat qilganim uchun men xohlayman chiroyli jang bo'lishini. Va men o'ylayman bu nimada shu Pyotr bilan chiroyli jang bo'ladi. Yan ko'rib qolish mumkin, ijtimoiy tarmoqlarda alohida kesib chiqariladi. Ruscha titrlar bilan chiqaramiz. Bemalol. Pyotryan bilan. Boylik yoki mashhurlik? Bular ikkalasi ham men uchun juda ham emas. Ikkalasi ham unaqa tanlaydigan javob emas-da. Boylik ham, mashhurlik ham oddiy tinchlik bo'lsa bo'ldi. Tinchlik. Oddiy hol, tinchlik, o'sha tinchlik bo'lmasa, oilangizda boshqa joy halovatingiz bo'lmasa, boylik ham sizga, mashhurlik ham yordam bermaydi. Sizni MMAga qiziqtirgan jangchi? Meni MMAga qiziqtirgan jangchi TJ Dillashaw. O'sha bo'lani ko'rardim. Qiziqarli o'shardi. Keyin Zabitga qiziqgan, bu undan ham zo'r ekan. Bo'ylarimiz bir xil pashti bo'ladi. Hozirgi paytda eng jang uslubi yoqadigan sportchi kim? Hozirgi paytda jang uslubi yoqadigan sportchi Islom Maxachev, universalniy. Har taraflama jang uslubi. Bu ham kerak bo'lsa kurash yuboradi, kerak bo'lsa stoykada o'sha jang yoqadi. Siz umuman o'xshashni xohlamagan jangchi kim? Bilmadim, unaqa narsalarni men saqlamayman miyamda. Nimadir yomonlik ko'rsam, yomon narsa ko'rsam, o'tkazib yuboraman. Unaqa miyamda saqlab yurmayman, to'g'risi. Unaqa bilmayman. Masalan, Conordagi trash talk sizda bo'lishni xohlaysiz? Bu bo'lishi nima? Yomon narsasi yo'q. U gapirgan gapiga javob bergan. U yomon qilmagan deb o'ylayman men. Gapirganu gapiga javob bergan. Prosta gapirmaganda men unaqa qilaman, bunaqa qilaman deb chiqib yeb nima qilmaganda, u gapirgan ham, qilgan ham. Keyin Suhrob aka shu joyda endi kontekstdan tashqariroq bo'lishi mumkin, savol berib ketay. Masalan, siz UFC'ga o'tgandan so'ng u yerda jang emas, faqat oktagondagi jang emas, jangdan tashqarida ham o'sha gap so'zlar bilan muxlislar e'tiborini torta olaman deb o'ylaysizmi? Baribir o'zgarish kerak u yerda. Bo'lishi mumkin. Harakat qilamiz. Endi odamlarga qiziq bo'lsin, har taraflama faqat nima bo'lmasin. Bu yomon narsalar emas, yaxshi narsalar bilan shunaqa. To'g'ri degan gap emas. Siz qilgandan so'ng eng ko'p afsuslangan ishingiz? Qilgandan keyin afsuslangan ishim. Anaqa ish yo'q menimcha. Nimadir bo'lsa men rozi bo'lib qilganman-da. Yaxshisi, rezultati yaxshi bo'lishiga ham, yomon bo'lishiga ham har doim rozi bo'lganman. Oxirgi bo'lsam, oxiriga rozi bo'lib shunaqa qilganman-da. Oxirgi savol, bir kun kelib sportdagi faoliyatingizni yakunlaganingizda sizni kim deb eslashlarni xohlaysiz? Yaxshi sportchi edi, tarbiyasi ham yaxshi edi. Unaqa juda ham faqat sportim zo'r bo'lishini xohlamayman-da. Tarbiyam ham, sportim ham oddiy bo'lib qolsa, shu yaxshi. Menimcha men shuni xohlayman. Do'stlar, mana ko'rdingiz Suhrobbek Otajonov bilan suhbatni. Bir narsani aytib o'tishim kerak. Suhrobbek Otajonov faqat jangchi yoki gap so'zlar emas, shunchaki xulq-atvori bilan ham, tarbiyasi bilan ham ko'pchilikka, yoshlarga o'rnak bo'lishni xohlaydi. Bunaqa jangchilarimiz ko'paysin deb qolamiz. Suhrob aka, ajratgan vaqtingiz uchun rahmat aytamiz. Rahmat chaqirganlaringiz uchun.
keyingi janglarda omad tilaymiz. Nasib bo'lsa Katta UFC'da rahmat. ko'rishni juda ham xohlaymiz siz bilan. Xudo xohlasa. Sizni xudo xohlasa janglaringizni UFC'da o'sha UFC arenalarida borib kuzatish nasib qilsin bizga. Rahmat katta. Rahmat. Harakatdamiz. Bo'ladi hammasi xudo xohlasa. Rahmat aka. Hammaga rahmat.